Toshkent viloyati Bo'ka tumani Bo'kani bo'kasida joylashgan xonadonimiz sotuvga qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek ko'cha tosh to'kilgan, transport bemalol yurib keladi. Botqoq yo'naqa turpoqli ko'cha emas. Suv bor. Bu tomonlar mana shunaqasi keng yaylov. Bu xonadonimiz mana shu xonadonimizgacha suv kelgan. Ichimlik suvi. Bu xonadonimiz oxirgi bo'lgani uchun bu yoqqa tortib olib kelsa bo'ladi keyinchalik. Xullas bu yerda chorvachilik, qo'y bilan shug'ullansangiz borib, shunaqa keng joylar. Nari yoqda mana shu yerlarda mol boqib yuribdi. Bemalol shu yerda chorvachilik bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Bu tomonlar quyosh panel nimalardir qilingan. Gaz yo'q bu yerda. Gaz baloni tarqatiladi. Svet bor. Ichimlik suvini aytganimdek, boyaginday olib kelib tortib olsa bo'ladi. Shundoq kirganimizda endi kimdir oladigan bo'lsa, o'ziga moslashtirib, xohlasa zabor qilib, xohlasa u teraklar, u tollar uni chegarasi. Xohlasa shu yerlardan o'rab olsa bo'ladi endi o'zining hududini. Kirib yashaydigan, odam bemalol kirib yashaydigan xonalar bor. Bu tomonda ikkita xona, bu yoqda bitta katta zali bor. Mamtga umumiy maydoni 50 sotiq. Beda ekib qo'ysangiz bo'ladi. Makkami, endi nima boqasiz? Molmi? Bu yerlarda asosan men qarab turibman. Qo'yga zo'r joy ekan. Qo'y boqadigan bo'lsangiz, beda ekib yo makkami, shunaqa narsa ekib qo'yib. Bu yog'i tandirxona. Qani, o'choqni sho'rini qaynatib ketishibdi o'sha. Buni remont qilsa bo'ladi. Tandir, beda nima ekan? Qo'ydi bir bolalar ekan. Tandirimiz sog' holatda turibdi. Yo'q, endi menimcha yopiq ekan, skladmi. Shunaqa joy. Bu yog'i qo'yxona. Mana qishki xonasi ekan. Qo'y boqishga zo'r joy. Shu aytganimdek, mana shu tollar ekilgan, mana shunday tollar ekilgan shu joylari buni chegara hududlari. Mana eng oxirgi uy. Bundan keyin uylar yo'q. Xonadonimizni hozirgi narxi 19,000 AQSh dollari srochna zudlik bilan sotiladi, chunki xonadon egalariga pul kerak. Savdo qiladigan bo'lsangiz kelishiladi. Asosan mana hammasining yerlari katta ekan bu yerda. Aynan shu chorvani qilib qo'yib, mayli o'zingiz kelmasangiz ham, mana shu yerda sotib olib turib, men qo'ylarni olib kelib qo'yib, bitta odamni qo'yib qo'ysangiz, oylik berasizmi yo qo'yni o'zing qo'ying boqib kelishasan deysizmi? Qanaqadir endi o'zlaringiz kelishuvga bog'liq endi kim qiladigan bo'lsa bu narsani. Bir haftada bir yo bir oyda bir kelib tursangiz ham, o'zingiz ham dam olib, tomosha qilib ketasiz.